Moliya olamidagi eng qudratli odamlardan biri bo'lgan Federal Rezerv rahbari Jerome Powellning ketishi sizning cho'ntagingizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Good afternoon. Yaqinda AQSh Federal Rezerv rahbari Jerome Powell rasman iste'foga chiqadi. Bu shunchaki kadrlar almashinuvi emas do'stlar. Bu global iqtisodiyot uchun katta burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Yangi rahbar Kevin Warsh arzon pul tarafdori. Bu degani foiz stavkalari biz kutgandan ham tezroq tushishi mumkin. Bozorga ulkan pul oqimi kiradi, pul ko'paygan joyda esa hamma narsa, aksiyalar ham, kripto ham o'sishni boshlaydi. Keyingisi esa dollar zaiflashishi mumkin. Dollar qadrsizlangan paytda esa hamma aqlli investorlar pullarini Bitcoin va oltinga o'tkazishi mumkin. Bu biz uchun yilning eng katta o'sish imkoniyati bo'lishi kutilmoqda. Lekin qo'rqishga hojat yo'q. Powell butunlay ketmayapti. U 2028-yilgacha kengashda qolib, keskin burilishlarni jilovlab turadi. Ya'ni bozorlarda o'sish bo'ladi, lekin xaos bo'lmaydi. Ya'ni vahimaga o'rin yo'q. Bu esa aqlli investorlar uchun ideal barqarorlik hisoblanadi. Sizningcha Kevin Warsh rahbarligida kripto aktivlarning narxi keskin ko'tariladimi? Javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring.